Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Azizboy Gamer va bugun videomizda biz mana shu trend bo'lib ketgan, ya'ni mashhur o'yinni o'ynab chiqamiz va keling sizlarga buni bitta eshittirib ko'ray. Qalay, vaqtimi? Ajoyib bo'lsa, demak keling. Men ozgincha kuchaygandim, attiga 71-levelman. Bu levelda umuman menimcha hali 6 ga chiqishimiz kerak. Yo'q, 6 da ekanmiz. To'g'rirog'i. Endi men mana shunga chiqishim kerak ekan. 15.000 bizda hali 4.000 gana g'oliblik. Xo'p, keling biz harakat qilib ko'ramiz. Ya'ni voy silishkim tez. Ja tez bo'lsa ham bo'lmas ekan. Shuning uchun kelinglar bu yoqqa o'tib, yaxshi. Ya o'ta olmasdim. Qarang. Yaxshi. Ancha bu yerdan amalladim. Xo'p, keyingisi. Bu yerdan ham solib o'tamiz. U omadni qarang. Bu yoqdan o'ta olamanmi? Davay sinab ko'ramiz. O'tdim. Voy, o'tyapman. Voy. Zo'rdan ekan-da. Sal qo'yapti. Voy, bolalar 500 ga keldim. Yaxshi. Bu yerga Aziz boy deb yozib qo'yamiz. Bo'ladimi? Yo, bo'lmaydi dedi. Mayli, turaversin. Xo'p, biz tezroq kuchayishimiz kerak. Ya'ni bizga hali bu ham yetmas ekan. Demak, 2 dan olsam, men uje borib qolsam kerak ekan. Hozir maqsad 15-levelga chiqib olish. Tezroq chiqib olsak, ajoyib bo'lardi. Voy, tushib ketdim. Voy. Kelam bunaqa qilib o'ynayman. Voy, vaqti ko'rib bo'lmas ekan, mayli. Uje 71-level. Voy, bundan ham ulgurdim. Da, silishkim tezlashib ketibmiz lekin rostdan. Davay. Yaxshi o'tyapmiz. Davay. Bu easy. Вообще. Voy. Oyoqcha. Hey, bundan qanday o'tadi? Mana bitta kuchayib tursa bo'lar ekan. Xo'p, biz o'chish harakat qilib ko'raymikan. Davayga harakat qilamiz. Voy, blet. Qo'y darajada tez bo'y. Nechinchi level bo'lish kerak? Birikda YouTuber'nikini ko'rgandim. 90-level dedi. Endi bilmadim. 90-levelgacha. Voy, nega uje tushadi deb o'yladim. Voy, bilan. Davay. Qoniga qo'yamiz. Voy. Davay. Voy. Men buni qaranglar. Bug bo'lib qoldi. Yuguramiz. Yo'g'idan. Xo'p, bunga ham o'tamiz. Kelib kuchayib turamiz. Like bosish esdan chiqmasin. O'zi yangi youtuberman. Вообще-то kam obunachi, atiga 108 tagina. Men qachon kuchayaman? Boshqalar kuchayib o'tibdi. Uje monalizatsiyaga chiqib qo'ygan ular. Uje monalizatsiyaga. Ya'ni YouTube'da pul topish uchun mana 3 ta shart bo'ladi. 3 ta shartlardan bittasini bajarib qo'yishibdi-da ular. Ya'ni boshqa mashhur anaqalar YouTuberlar
Sen Baxter bor. Yam Robloxchi. Ataga zo'r. Biz ham xudo xolasa harakat etsak, menimcha 2 yilda yoki 3 yilda menimcha вообще 108 obunachi bilan qolib ketaveraman, menimcha. Balkim harakat etsak chiqamiz. Balkim. Keyinlar men bu yo'lni qirib tashlayman sizlarga ko'p vaqt olmasligi uchun. Ya'ni 8000 yoki netda bo'lsa bo'ladi. Ko'p bo'lmasa, sizlar uchun bu 1 sekund, men uchun esa ming afsuski 1-2 soat. Hay. Ha, akalar ko'rsangiz mumkin, bizda уже 8230 ta g'oliblik bo'ldi. To'g'risini aytsam, menga bu ko'p vaqt talab qilmadi, chunki men buni menda bor Robloxlarni sotib olardim. Chunki u yerga borib kelishning o'zi shuncha payt edi. To'g'risini aytsam, erindim. Shuning uchun menda ozgina Roblox qolgan ekan, shunga sotib olardim. Xullas endi 15 minggacha chiqish kerak. Va level ham 80 bo'lgancha kerak. Majburmiz to'g'rirog'i. Iltimos akalar, like bosib keting. Axir pullik emas-ku. Men ham kuchayay. Haligacha 108 podpisчик bilan yuribman. Qachongacha? Iltimos sizdan like bosib keting, voy bilan. Voy suka qo'lim. Voy men. Yo aka, to'g'risi bilagura emas bu. Negadir tezlik вообще-то-da. Jin emasmadi bilagura qiladigan. Sekundiga, yoki har bir tugma bosishga 500 dan beryapti. 500 tezlik. Yo bilmas. Xo'p. Bitta harakat qilsammikin? Bitta. Вообще-то tez yugurayotganda, lekin rostda. Mana shuni oling. 9000. Davay, hozir harakat qilib ko'ramiz. Ammo siz uning uchun like bosishingiz kerak. Iltimos sizdan like bosing. Voy, nima qilib qoldi? Davay. Hozir borib, ana oyoqchadan o'tishga harakat qilib ko'ramiz. Bizga вообще-то podesam ham yomon bo'ladi. Anaqa sariq knopka bo'ladi emish, mana bu kichkina. Mana shuni bossang, nimadir beradi ekan. Menga hali bir marta ham uchramadi u. Hozir borib oyoqqa sakrab ko'ramiz, to'g'riga ijash. Voy. Yo'q ko'rmay qoldim. Может, lekin amalasak bo'larkan, ha? Da. Amalab bilar ekanmiz. Doy. Bol. Ketdik. Birinchi litsoda yuguraman hozir. Birinchi litsoda. Boraman, ayoqqa yana sakrayman. Keyin davay deymiz. Keyin birinchi litsoda yuguraman. Oldim ko'rmay qoldim. Ja tez bo'lib ketdik lekin. Va 72-level. O'tdi. Okalar o'tdi. 1K. 1K berar ekan. Shunda yana 5 marta borsak bo'ldi ekanda.
2,000 years later. Xo'p, akalar, ketdik, davom qilamiz. Bu oyoqchadan ham o'tkazamiz. Shunaqa birinchi lissoda yugurmasam bo'lmaydi endi. Doy. Ketdik. Let's go. Iltimos, bu yerga darajangizni yozib keting kommentariyaga albatta. Bu o'yinda levelingiz qanchaligini agarda o'ynasangiz. Xo'p, ketdik. Stage 9. Ammo lekin tovushiga 5 ketdim moy. Vaqti ajoyib ekan. Bundan ham o'tamiz. Xo'p, yana 3 ta qoldi, 3 ta. Keyin bundan ham tez o'tamiz va tezroq videoni tugatamiz. Keyingi videomiz qanaqa mana shunaqa kuchayish o'yini bo'lsin yoki keyingi videoda biz Minecraft o'ynaymiz. Minecraft o'yinini. Ya'ni Minecraftda Bed Wars yoki kuchayishmi, Ender Dragon yoki modlar obzori kommentariyaga yozib qo'ying. Va biz voy bila. Nega jo'qladim? Nega karilladim? Biling. Voy bila, nima qilyapman? Doy. Unutib o'tamiz. Let's go. To'ta to'g'ri kelyapti bizga. Yo, adashdim. Davay. Voy, nega karilladim orqamga qarab. Doy. Voy. Qanday? Уже menga easy bo'lib ketdi deb o'ylaganim bu joyni. Yana ikkita. Allah iltimos like bosib keting. Iltimos sizlardan. Voy! Bo'ldi, mana shunday o'tsam like bosasiz. Doy, ketdik. Bo'lmaydi. Yugurib turamiz keyin. Chunki vaqt qimmatlidir. Qani ketdik. Voy, вообще-то tezlashib ketdik lekin. Boshqa joylarga biz osonlikcha o'tib ketamiz. Ya'ni stage 1, stage 2, bu esa stage 3. Bu yog'i menimcha eplolmaymiz, ha. Qani. Tinchligini kirib qo'ying yaxshi. Oxirgisi qoldi. Bo'lmasa buni olamiz va bu videoni yakunlaymiz. Ovozni qaranglar. Qani ketdik. Stage 10. Yaxshi. Xudo xolasa men ham kuchayib olsam.
voy qo'rqib ketdim. Nihoyat biz mana shu 1025 har bitta tugma bosilganiga 8 ga chiqib olsam, keyin 9 ochiladi menimcha. Menimcha ha. Necha ekan bu? Bizda voy, men barini anaqa ishlatib yordim. Bar Robux'imni. Va xullas do'stlar, hammaga rahmat. Ko'rdingiz bu videoda biz 15 gacha chiqib oldik va hali ham 73-levelmiz. Va agar videoni ko'rgan bo'lsak, oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, sizga katta rahmat va iltimos sizdan like bosish esingizdan chiqmasin. Rahmat. Xayr.